100 ming dollardan arzoniga shunaqa faizli xonadonga nima deysizlar? Xonadonni qaranglar, bir qavatli, aynan men yaxshi ko'radigan stilda qurilgan ekan. Ko'chalarni ham ko'rishinglar mumkin. Hozir umumiy manzillarni aytaman. Asfalt qilingan, hamma yoq obod o'tayotgan joylar. Ayniqsa ko'pchiligi qiziq bo'ladigan maktab, bog'cha, poliklinika. Chunki ko'chib kelgandan keyin aynan shu muammolar bilan ko'pchilik duch keladi. Hop, 500-600 metrda bog'chamiz bor deyaptilar. Bir avtomobilga yetmaydi. 900 metrda poliklinika bilan maktabga ham ko'rsanglar bo'ladi. Albatta, bu yoq tarafimizda ham masjidimiz joylashgan. Mana bu xonadonimizning fasad qismi, ko'chalari ham keng. Moshina qo'yib qo'yganmiz, yonidan bemalol harakatlanish imkoniyati bor. Xonadonimiz umumiy 285 sotuv, 5 ta xona, bitta yana umumiy hol, oshxonadan iborat. Bu bizning garaj xonamizning kirish qismi. Ko'ryapsizlar, kirganimizda mana mana shunaqa chiroyli qilib joy qoldirib ketilgan ekan. Aynan garaj xonadan xonadonimizning ichki qismiga kirish imkoniyatimiz bor. Agar bemalol darvozani yopib qo'yadigan bo'lsanglar, bu yoni ham to'silsa, qishki garaj sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda bizda bitta oshxonamiz, kichkina bo'lsa ham mana hovlimizdan ko'ryapsizlar, mevali daraxt ekib qo'yilgan. Undan tashqarida bitta sanuzel va oshxonamiz tagida yer to'la qismi qoldirib ketilgan ekan. Orqa tomondan mana chiqishga joy bor. Bu joy nimaga? Yig'inli qilsanglar, bemalol o'choq qozonlarni olib chiqsanglar bo'ladi. Undan tashqari parrandachilik yo'q, bu narsaga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol lегкий setka qilib turib ham foydalansanglar bo'ladi. Bu o'zi pojarniy xodga qoldirib ketilgan joy, lekin unumli, yaxshi, qulaylik sifatida foydalansanglar bo'ladi. Endi bo'lsa uy ichki obzorlari bilan tanishib chiqamiz. Xonadonimizga kirish qismi, kirganimizda shunaqa ketma-ketlikda chiroyli bo'lib xonalar joylashgan ekan. Remontlarni ham ko'ryapsizlar, chiroyli holatda turibdi, urinib ketmagan. Kirish qismimizda bu yerga yo'l qismidan kirib kiramiz garaj xonadan. O'ng tomonimizda ko'rib turganingizda bizda bitta yotoqxona va bu tarafimizda bo'lsa bizda bitta katta zalimiz joylashtirilgan ekan. Ketma-ketlikda yotoqxonalarimiz joylashtirilgan. Bemalol ko'p farzandli oilalar bo'lsa ham ular uchun yaxshi sharoit qilib qo'yilgan ekan. Sababi bizda 3 ta ketma-ket yotoqxona, 2 ta mehmonxona, buni xohlasanglar bitta kichkina mehmonxonani ham yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Albatta har kimni o'zining sharoitidan kelib chiqib turadi. Bu yoqda bizda bitta umumiy sanuzelimiz va bu bizani kichkina bitta mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda umumiy xona qilib ham foydalansanglar bo'ladigan joy.